Ko'pchilik obuna bo'lmasda videoni ko'rishdi. Like bosib keling, yo'qsa berilmaydi bunaqa. Shunda. Nima qilish kerak? Hayotda yashash kerak. Mana avandilarimizni yangicha modelda biz puli 300 ming so'm bilasizmi? zo'r 300 ming. 1 ga 2 kvartirani koridorga 200 ming so'm. 200 ming so'm. Yo'l boraversin. 220 ga 4 metrli bu juda katta variantimiz Abdulazizxon. Xo'p, bularimizni 850 mingdan qo'yib beraman. 850 Buni qalinligini ham ko'raydi, bu hozir chiqqandan emas, bu o'ta zichinasi, o'ta qalini bu Abdulazizxon. Yo'q. Manus, puli qancha dedingiz oxirini? 850 ming so'm. 850 ming. Buni 2,5 ga uchiyorum Abdulazizxon. puli 750 ming so'm. Qalin yakki kibi ham. Eng qalinlar Abdulazizxon. zo'r. Mana. Yotganda tizalaganda tiza shilinmaydi buni. Endi hayot oldinda Mana endi 2,5 ga 2,5 o'ta katta foyaga mana dumaloviga. Gullarni har bitta donasini uyib chiqargan bilasizmi? Yo'q, mana yaqinroq ko'rsat, operator mana haqiqiy toza. Toza. Endi pulini ayting buni, okay? Abdulazizxon 2,5 ga 2,5imizni bularimizni bo'lsa hadiya bo'lsa 750 mingga qo'yib beraman. 750 mingga sizlar-chi. Hop, mana o'limiz endi mashina 3 ga 2 original varianti mana. Voy. Endi o'ta vahimasi bo'ladi. Elizabeth deb nomlanadi. Elizabethda sotildim deb so'raverasizlar. Qubbali, o'ymali, qubba gilam. Bu. Buni 1 millionga qo'yib beraman Abdulazizxon. 3,5 million so'mga sotilgan gilam avvalning mashina. 1,5 million. Davrida hozirgi kunda 1 millionga qo'yib beraman. 1 millionga berakali. Uni ustiga chiqqan odam haqiqatan o'tish kelmaydi. Tushib kelmaydi. Eng zo'ri xolos. Buni aka nechi pul dedi oxirini? Buni Abdulazizxon kele buni mayli bo'lsa halqa bo'lsa, bu ham 2 go'ch avvalniyimiz. Buni 500 ming so'mga qo'yib yuboramiz. Bu ham qalin gilam. Endi kelgan odamga beramiz. Biz yolg'on emas. Manzilimiz Namangan. Xo'p, Lo'g'ladamiz. Katta stoyankani to'g'risida peshoboddan o'tganda yoki chiqqan telefon raqamini aloqa qilib